O'zbekistondagi eng qimmat Alfa Romeo. My bitch, red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello, I'm the king of New York, mellow. Alfa Romeo Stelvio hayajon va mukammallikni birlashtirgan go'zallik namunasi. Alfa Romeoning ushbu modelida siz haqiqiy italyancha dizaynni ko'rasiz. Bu go'yoki mahorat bilan yaratilgan she'riy kompozitsiyaga o'xshaydi. Qisqa qilib aytganda, haqiqiy italyancha desert. Uning chiroqlarida esa go'zal, lekin jahldor hurliqolar nigohi yashirin. Stelvioning nafaqat dizayni, balki uning kuchli va dinamik motori har qanday yo'llarda tezlikni boshqarish imkonini beradi. Undagi xavfsizlik va qulaylik esa avtomobilni haydovchi uchun italyancha aytganda preferito, ya'ni sevimli avtomobilga aylantiradi. Buning saloni o'zida nafislik va zamonaviylikni uyg'unlashtirgan, har bir detal yuqori sifat va estetikani ifodalaydi. Bu so'zsiz go'zal qizlar dilini zabt etish uchun yaratilgan joy. Alfa Romeo ayrim avtomobillar kabi sport, klassika, erkak, ayol ajratib o'tirmaydi. U bir vaqtning o'zida ham sport, ham klassika bo'la oladi. Erkak yoki ayol ekanidan qat'iy nazar o'ziga ishongan, o'zini yuqori darajada deb bilgan insonlar bu avtomobilni haydashadi va doimo e'tibor markazida bo'lishadi. Ushbu jozibador avtomobil bugungi kunda O'zbekistonda biz bilgan eng qimmati va uning narxi 999 million so'm, salkam 1 milliard. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.